Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan birgalikda bugun Avon Turdiyev sizlarni yangi darslik videomda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi videomizda sizlarga telefonda tayyorlanadigan bir oyda o'rtacha o'yin o'ynagan holatda 500-600 dollar topib bo'ladigan yo'nalishda ko'rsataman va bitta kanalda analiz qilib beraman va bunaqa videolar tayyorlashga o'zi qancha vaqt ketadi, prevyusi qanday yasaladi, montaji qiyinmi, xullas to'liq sizlarga tushuntirib beraman. Sizlardan iltimos qilaman, agar kanalimda yangi bo'lsanglar, hoziroq like, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar. Qiziqarli darsliklarni shunda o'tkazib yubormaysizlar. Tayyor bo'lsanglar, biz boshladik. Sizlarga hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan kanalim Gameplay Tom deb nomlanadi. Ya'ni bu kanalda 3900 ta obunachi, 23 ta video bilan mana ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mushuk o'yinini har xil turdagilarini bu yuklab olgan. Qaranglar do'stlar. Bir oyning ichida bu kanalda deyarli 4000 ta obunachi yig'ilgan. Mana bu avatarkasi ChatGPT orqali yasalgan bu. Banneri ham unchalik zo'r emas, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, kanaldagi shu paytgacha общий prosmotrlar soni do'stlar 1 million 600 ming. 1 million 600 ming. Ya'ni bu bir oyning ichida menimcha ochilgan kanal. Hozir ko'ramiz mana. Eng mashhur videosi 468 ming 11 kun oldin. Mana oddiy va shu mushuk o'yinlarda o'ynaydi. Mana har xil mushuk o'yinlarda o'ynaydi va o'shani videoga olib yuklaydi. Ko'rishlaring mumkin. Mana 82 ta kommentariya, 1800 ta like. Yo'nalish juda ham oson. Bunda montaj shart emas, shunchaki qo'shimcha bitta yaxshi kamerali telefon kerak va bitta iPad bo'lsa yaxshi, bo'lmasa telefonda ham o'ynasalaring bo'ladi. Mana kanal juda ham zo'r ishlangan, ya'ni oson yo'nalish, juda ham oson, ya'ni qizlar uchun mosroq yo'nalish. O'g'il bolalar ham qilsa bo'ladi, to'g'risi, lekin qizlar uchun mos juda ham yo'nalish, oson, hech qanaqangi qo'shimcha narsa kerak emas. Shunchaki gapirmasdan turib, ovozlaringni yozmasdan turib, o'yinni ovozi bilan qo'shilgan holatda videoni yuklasalaring ham bo'ladi. Mana bitta misol, katta kanallar ham ko'p. Sizlarga ya'ni yangiroq kanalni ko'rsatdim, yangi ochilgan, yaxshi rezultat qilgan. Sizlar ham shunaqa qilsalaring bo'ladi. O'zi aslida bunday videolar qanday tayyorlanadi endi sizlarga hozir shuni o'zim ikkinchi telefonim orqali telefonda qanday tayyorlanish kerakligini yaxshilab tushuntirib beraman va prevyusini ham qanaqangi qilib yasashni to'liq o'rgatib o'taman. Videoni aytib o'tganimdek oxirigacha ko'rsanglar, sizlar ham bemalol shuni tushunib olasizlar. Do'stlar, mani telefonimda bir necha xil Talking Tom bor. Men telefonda buni qilaman. Agar sizlarda iPad shunaqa narsalar bo'lsa, ularda ham qilsanglar bo'ladi. Unda zo'rroq chiqadi. Mana bunaqasiga ekran kattaligini hisobiga. Men oddiy telefonda ko'rsataman. Buni qiyin joyi yo'q. Misol uchun, har xil Talking Tom o'yinlarni yuklab olasizlar telefoningizga. Mana menda bir 5-6 xili bor. Wi-Fi'ni o'chiraylik, bo'lmasa muammo kelib chiqadi. Va xohlagan bittasiga kirasizlar. Misol uchun mana shunga. O'yinda ovozi ko'tarilgan holatda turadi mana. Buni asosan yoshlar ko'radi. Shu yoshlar ko'rganligini hisobiga yaxshi prosmotr oladi. Ya'ni kichkina bolachalar mana. Misol uchun mana nomini qo'ydik buni. Mana ovqat beramiz bunga. Mana shunaqa qilib mushukka qaraysizlar. Mana videoni o'rtacha 20 minut, 15 minut olsalaring yaxshi. Ovozini pasaytiray, meni ovozim eshitilishi kerak sizlarga. Mana buni ovozini pasaytirdim. Buni qiyin joyi yo'q. Shuning uchun 5-6 xilini yuklab olsanglar, sizlar hech qanaqa muammo bo'lmaydi 20 minut, 15 minut o'ynashga mana. Misol uchun buni alohida o'yinlari ham bor do'stlar mana. Alohida o'yinlari bor. Vaqt cho'zmoqchi bo'lsalaring, misol uchun mana shu o'yinni men o'ynayman. Mana men o'ldim, bu o'yinga optim zo'r emas. Mana qayta bitta o'ynaymiz. Xullas bu o'yin qiyinroq. Boshqa o'yinlari ham bor. Misol uchun mana mashina o'yini bor. Mana shunaqa o'yinlarni o'ynab bemalol vaqtini cho'zsanglar bo'ladi. Misol uchun deylik, bunaqa o'yinlarni sizlar 5 minut o'ynadinglar. 5 minut o'ynaganlaringdan keyin boshqa Talking Tomga kirsalaring ham bo'ladi. Hozir men mana shuni o'ynayman. Polni bunga ovqat berib, keyin uyquga jo'natib yuboramizda, keyin boshqasiga kiramiz. Mana men o'ldim xullas do'stlar. Yana bitta narsa eslatma, har kuni bir xil vaqtda kuniga bitta video qo'ysalaring yetadi. Ham kamerani yaxshi o'rnatib qo'yinglar, mana qimirlab, qiyshayib ketmasin. Xo'p, bo'ldi. Men buni o'ynadim, mana buni uxlataman. Misol uchun 5 minut buni o'ynadim deylik. Endi chiqaman. O'rtani bosib chiqib, boshqasiga misol uchun xo'p
Talking Tom'ni mana Tom 2 ga kiraman. Tom 2 ga kirib, Tom 2 ni o'ynayman. Bu qiyin joyi yo'q. Iloji bo'lsa minuti bir-biriga yaqin bo'lsin, va iloji boricha bir xilroq o'yinda o'ynanglar, ya'ni Talking Tom'ni bir xilroq variantini. Va har kunda bir xil vaqtda Amerikada qulayroq bo'layotgan vaqtda mana ikkinchi Talking Tom mana buni mana cho'miltirishimiz kerak biz. Xo'p. Mana cho'miltiramiz buni, mana vannaga tush. Vannaga tushmayapti-ku bu. Bu biroz qiyin ekan, mana bu boshqacharoq variant ekan, mana. Buni ham avvallaymiz mana. Mana bu toza bola bo'lib ketdi. Xo'p. Ovqat beramiz mayli mana. Ovqat yo'q ekan-ku buni. Ovqat sotib olaylik, xullas mana bu. Internet kerak ekan bunga. Xo'p, tekinlari video ko'rish orqali tekinlarni olsa bilar ekan. Mana bunaqalari bor ekan mana. Sabzavot beramiz, buni ichini ketkazamiz keyin. Ichi ketadi mana. Xullas oldik buni. Endi beramiz. Qorni ham to'ydi. Xohlasanglar buni ham o'yinini o'ynaysizlar. Agar o'yini bo'lsa, agar o'yini bo'lmasa, mana o'yini bor ekan buni. Ko'ramiz endi buni o'yinini birortasini. Xo'p, sotib olish kerak ekan. Offline bormikan? Xo'p, bundachi. Offline bo'lsa o'zingizlar bemalol ko'rsalaring bo'ladi. Men hozir buni uxlataman. Sizlarga shuncha ko'rsatib beryapman. Bo'ldi, mana chiroqni o'chiramiz. Bo'ldi, bu uxlaydi. Tamam. Endi yana chiqamiz, bundan chiqib ketamiz va shu tartibda boshqa o'yinlarni o'ynaymiz. Misol uchun mana Tom Runga kiramiz. Shu tartibda do'stlar, sizlar 15 minut qilmoqchimisizlar va hamma videolaring 15 minut u yoqdan bu yoqqa bo'lsin. 16 mi 16 qilasizlar. O'sha bir xil tartibda videolarni olib qo'yaverasizlar. O'zi 3 ta 4 ta o'yinda o'ynasalaring 20 minut bo'ladi. Keyingi olmoqchi bo'lgan videolaringda ham xuddi shunaqa qilib o'sha o'yinlarni noldan yana o'ynaysizlar, davom ettirib videoga YouTube'ga yuklayverasizlar. Montajga kelayotgan bo'lsak, videoni boshini, oxirini kesasizlar, qolgan joyini gapirmasdan, uzmasdan qo'yasizlar. Endi prevyusi qanday yasalishini hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Bunaqa yo'nalishda o'zi qanday preview yasaladi? Endi sizlarga shuni tushuntirib bermoqchiman. Mana ko'rishlaring mumkin. Deyarli bir xil previewni yasagan bular. Sizlarga oddiy bitta variantda aytaman, ya'ni xohlagan bitta previewsini chopasizlar buni, ya'ni saqlanib qilib olasizlar. Keyin buni qanaqa qilib o'zgartirish kiritishinglarni aytaman. Bu osonroq yo'li, qiyinroq yo'li esa kesib olasizlar. Ya'ni buni avatarkalarni, o'yinlarda avatarkasini kesib olib, bitta orqa fon topib unga o'rnatasizlar. Men osonroq variant, ya'ni ChatGPT orqali osonroq variantda yasashni ko'rsataman sizlarga. Men telefonga o'tib oldim. Ko'pchilikka telefon qulay va ko'pchilik telefonda qiladi buni. Ya'ni sizlar boyagi YouTube kanaldan xohlagan bitta previewlarni olasizlar va mana shu joyga tashlaysizlar. Ya'ni skachat qilib olasizlar va ChatGPT ga yozishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni bu previewdagi o'yinlarni joylashuvini o'zgartirib menga preview yasab ber desanglar, ChatGPT telefonda qilsanglar buni ChatGPT joyini o'zgartirib sizlarga yasab beradi. Mana men promptni beraman va u menga yasab beradi. Ya'ni yuborganingizdan keyin biroz kutasizlar va uni razmeri boshlanishda 16 ga 9 bo'lmaydi. Ya'ni ChatGPT 16 ga 9 razmerda preview qilib bermaydi odatda. Ya'ni birozgina 4:3 adashmasam razmerda qiladi. Sizlar uni o'zingizlar kesib 16 ga 9 qilib olsanglar bo'ladi. Va endi biz uni yasashini kutamiz. Tayyor bo'ldi. Endi uni ko'rsak bo'ladi. Mana hozir ichiga kiramiz. Biroz zagoz qiladi. Mana bizga joylarini o'zgartirib yasab berdi. Bunda mualliflik huquqi bo'lmaydi. Sizlarga qanaqadir strike kanalingizga zarar bera olmaydi. Sizlar qilayotgan ishinglar buni 16 ga 9 qilib to'g'rilab olasizlar. To'g'rilab olganingizdan keyin YouTube kanalingizga bemalol yuklasanglar bo'ladi. Sizlarga videomiz tugamasdan oldin o'zimni Telegram kanalimni maslahat beraman. Bu kanalda sizlar qaysi yo'nalishdan qancha pul topayotganimizni, bitta video qanaqangi pul olib kelayotganligini ko'rishinglar mumkin va hozirgi paytda eng trendda bo'layotgan Minecraft yo'nalishini qanday qilib o'rganishni shu kanaldan ko'rsanglar bo'ladi va Minecraft yo'nalishida nechta video bilan kanalni monetizatsiyaga tayyor qilish mumkin. Hammasini shu Telegram kanalda yuklab boraman. Telegram kanal kommentariyada, opisaniyada va kanalni bio qismida bo'ladi. Obuna bo'lsanglar, juda ham foydali ma'lumotlar tashlab boriladi.